Assalom. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Men Mihray Rahman. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetidan sizga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayot tarixiy xotirlangan şېرىن بۇلاق sirasini o'qib bivosita tarqityapman. Navbatda biz Jirondagi taqsimot degan mazmun kelib to'xtagan, mana shu mazmundan boshlab diqqat bergaysizlar. Jirondagi taqsimot Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Taifdagi muasirni bo'shatib, Jironiga qaytib kelgandan keyin Havvozdan xalqi tavba qilib, mol-mulk va asirlarni tilib olish uchun elchi avatib qolar degan umidda o'lja g'animatlarni taqsim qilmay 10 necha kun kutib turdi. Lekin ular tarafdan hech kim kelmadi. Shunga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam butun Asiyada o'lja g'animat va taqsimotda qolgan ayrim kishilar, qabila oqsoqollari va Makka qotiboshlarining ko'nglini topqizish uchun o'lja g'animatlarni taqsim qilishga kirishdi. Ko'ngli islomga moyil qilish kerak bo'lgan kishilar hammadan avval bahramon qilindi va alohida nasibaga ega bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eng avval Abu Sufyan ibn Harbga 40 o'qiya oltin va 100 to'gi berdi. Abu Sufyan o'g'lim Yazdigichu degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga shunchalik miqdorda mol dunyo berdi. Abu Sufyan yana o'g'lim Muaviyagichu degan edi. Uningga yana otasiga o'xshash miqdorda mol-mulk, mol dunyo iltifot qilindi. Hakim ibn Hizamga 100 to'gi bergan edi. Hakim yana 100 to'gi berishni so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga yana 100 to'gi buyurdi. Uningdan keyin Safvan ibn Umayyaga 100 to'gi bergan edi. U orqa-orqadan so'rab 300 to'gi ega bo'ldi. Shifa nomli kitobda shunday deyiladi. Haris ibn Haris ibn Kaldigimo 100 to'gi berdi. Shuningdek Quraysh qotiboshlari va boshqa qabila oqsoqollaridan bir necha kishiga to'gidan 100dan iltifot qildi. Yana bir qismlarga 40-50 dan berdi. Hatto el orasida Muhammad tugab ketishdan qo'rqmay berdigan degan gap so'zlar tarqaldi. Bu chaqda shu atrofdagi Ayrabiylar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan mol so'rab, to'p bo'lib kelib, hatto uni maydonning u chetidagi bir daraxt tubiga qistab opardi. Daraxt Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ridosini elib oldi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga "Ixaloyiq ridoyimni sunib beringlar. Alloh bilan qasamki, agar hozir yenimda tahama daraxtlarining sonicha bir mulkim bo'lsa, uningdan o'zimga ozroqmi qoldirmay hammani sizlarga berib o'tgan bo'lardim. Men bexil, ko'z kichik, qo'rqinchoq kazoblardan emasman", dedi. Ondan u to'gisining yeniga berib, to'gisining lukisidan bir tal yungni yulib oldida mundaq dedi: "Sizlarning bu o'lja, polja degan bir nimalaringlardan menga mushinchilikmi qolmaydi. Faqat 5dan biri qoladi. U 5dan birimi yana sizlarga qaytarildi." Islom diniga moyil qilish kerak bo'lgan kishilarga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zi chaqlab berib bo'lgandan keyin Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhuni qolgan g'animatlar bilan asirlarning sonini ilishga buyurdi. Unda uni qo'shinning kishi beshiga chashqan edi. Har bir odamga 4 to'ga 40 qo'y taqsim bo'ldi. Navoda otliq bo'lsa 12 to'ga va 120 qo'yga ega bo'ldi. Bu taqsimot nayt kuchlik siyosiylikka ega dona taqsimot bo'lgan edi. Chunki dunyoda shunday bir qism kishilar borki, haqqoniyat qaynimiga ularning aqllari va tafakkur, ong idroklari emas, balki gol qursoqlari so'rab akirildi. Bu xuddi o'rkigash, asob hayvonlarni yem xashakka aldab, qo'tonga aman eson solib olgan o'xshaydi. Bundaqlarni iymon, islomga moyil qilish uchun har xil qiziqtirish va jalb qilish vositalarini qo'llanish kerak edi. Ansarlarning Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ranjigandigi. Bu siyosat dastlabda ancha yaxshi tushunilmadi. Shunga har xil o'san gap so'zlar paydo bo'ldi. Ansarlar shu siyosatning ziyinni eng ko'p tarqalib bo'ldi. Ular unayin hariya tartqolaridan butunlay mahrum qilgan edi. Valanki jiddiy payta chaqirilganda ushqanda kelib
payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan mo'rni mo'riga tarab jang qilib, qo'shinni mag'lubiyatdan saqlab qilib, g'alaba va zafarga erishtirganlar dal ansarlar edi. Әмділікті болса, жаңның шәпісін аңлапла, құйрығыны хада қылып тікіп әткәлләр, қолларға учумлап алтын күмішләрні еліп, қошаллықыдан көзлері алақ-жолақ болып кетішкен еді. Әмма ансарларчы, ular tehi bir palaqның boynağımı arğamca silip baxmari. İbn İshaq rahimahullah Abu Saidil Hudri raziyallahu anhudan naql qilgan bir hadisda mundaq deyiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu olja g'animatlardan Qurayshlarga va boshqa arab qabillariga ko'plab berib, ansarlarga hech narsa tegmagandan keyin bu kishilar xafa bo'lib, o'z ichida ba'zi tani gaplarni qildi. Hatto ochiq paylamay birsi Rasululloh amdi o'z qavm jamoatlarini tepib oldi, dedi. Said ibn Ubada raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanına kirib, "Ey Rasululloh, sen o'z qavm qarindoshlaringga va boshqa qabila oqsoqollarga zo'r miqdorda sovg'a hadiyalarni to'kib berib, bu bir jamoat ansarlarga hech narsa bermagandan keyin ular sendan ranjib qopdi", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Sen mi ranjidingmi?" deb so'radi. Said ibn Ubada raziyallohu anhu, "Ey Rasululloh, men ularning birida, albatta", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Undaq bo'lsa, qavmni muni ihota ichiga yiqin", dedi. Shuning bilan Said raziyallohu anhu ansarlarning qishig'i chiqib, ularni yiliqi ihota ichiga yiqdi. Muhojirlardan bir bo'lak kishilar kelgan edi. Ularni kirgizdi. Ondan yana bir bo'laklar kelgan edi. Ularni kirgizmedi. Ular to'liq yig'ilib bo'lib edi. Said raziyallohu anhu chiqib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ansarlar yig'ilib bo'ldi deb xabar qildi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning yeniga kirib, avval Allohga hamd sano aytdi. Ondan, "Ey ansarlar jamoasi, menga sizlardan anglandigini qandoq gap? Sizlarning ko'nglinglarda menga ochiqinglar kelganimi? Men sizlarning qishinglarga berishning oldida sizlar ozg'un gumroh xalq emasmidinglar? Alloh sizlarni mening sababim bilan hidoyat qilmadimi? Kambag'al namrat edinglar. Allah sizlarni boy qilmadimi? O'zra otabatlik dushmanlardan edinglar. Allah qalbinglarni birlashtirib sizlarni yarashtirmadimi?" dedi. Ansarlar, "Shundoq, Allah va Allohning payg'ambarining yaxshiligi ko'pdir va afzaldir", deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana, "Ey ansarlar jamoasi, javob beringlar", degan edi. Ansarlar, "Nima deb javob berarmiz, ey Rasululloh? Yaxshilik Allohga va Allohning payg'ambariga mansub", deb turib oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Agar xohsanglar, meni boshqalar yolg'onga chiqarib ekan, biz rost deb e'tirof qildik. El tashlab etib ekan, biz qo'lladik. Qo'g'lib etib ekan, biz oramizga oldik. Namrat yo'qsilkansan, g'amxo'rlik qildik deyishinglar mumkin." Albatta, rost deysizlar, ey ansarlar. Ba'zi odamlarning musulmon bo'lish uchun ularni dunyoning yo'qolan narsalaridan bahramon qilib, sizlarni iymoninglarga topshirsam, shunaqa ochinglar keldimi? Ey ansarlar, boshqalar qo'y kallarni haydab kelsa, sizlar yurtinglarga Rasulullohni elib qaytishga rozi bo'lmamsizlar? Alloh bilan qasamki, agar hijrat bo'lmagan bo'lsa, men ansarlardan abatilgan bo'latdim. Jimi odamlar bir yo'lda mengib, ansarlar yana bir yo'lga mangsa, men cho'qim ansarlar mangan yo'lni tutatdim. Ey Alloh, ansarlarga rahmat qilgin, ularning ballarga rahmat qilgin, ularning navri chariflariga rahmat qilgin, dedi. Bu chaqda ansarlar ko'z yesh qilishib, soqollari ho'l bo'lib ketdi va Rasulullohning taqsimotiga rozi bo'ldik. Nisibimizning Rasululloh bo'lishiga rozi bo'ldik, deyishdi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaytdi. Ularmu tarqalishdi. Havozin elchilarining kelganligi. Olcha g'animatlar taqsim qilinib bo'lgandan keyin Havozin elchilari o'zlarining musulmon bo'lganligini bildirib keldi. Ular Zuhayr ibn Sarda boshchiligida 14 odam edi. Elchilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning imildosh ona taraf tag'isi Abu Barqonni billa elib kirgan edi.
Ular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ularga yaxşılık qilish yüzüden əsir ve mal mülüklerini qaytırıp berişini tiledi. Ular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge kişinin dilini eritadigan şirin, şeker gaplarni qilgan edi. O ko'rib turibsizlar, men yolg'iz emasman, rost gap qilishni yaxshi ko'raman. Sizlar tanlanglar. O'g'illaringlar va xotin qizlaringlarga turamsizlar yoki mol dunyolaringlargami? dedi. Ular birdek naslimizga hech narsani tan qilmaymiz deyishgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unda bo'lsa sizlar peshin namozdan keyin o'rninglardan turib Rasulullohni mo'minlarga shafiya, ya'ni arg'a selib keltirib va mo'minlarni Rasulullohga shafiya keltirib asrlarimizni qaytirib berishinglarni so'rayman danglar dedi. Bunun bilan ular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peshin namazdan farq bo'lgan hamon o'rinlardan turib shunda qilgan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men qo'limdagi va Bani Abdulmuttallib jamoatining qo'lidagi barliq asrlarni cho'qim qaytirib beraman. Hamda boshqalarning qaytirib berishiga turtki bo'laman dedi. Bu chaqda barliq muhacirlar va ansarlar ifoda bildirib, bizning nesiblarimizmi Rasulullohga ta'alluq deyishdi. Afrai ibn Habis, men va Bani Tamim xalqi qaytirib bermaymiz dedi. U yana ibn Hisnimi, men va Bani Paraza xalqi qaytirib bermaymiz dedi. Abbas ibn Mirdasmi ifoda bildirib, men va Bani Sulaym xalqimi qaytirmaymiz degan edi. Uning xalqi birga tegil bo'lg'ini Rasulullohga mansub deb aytdi. Shuning bilan u meni yerga qaratdinglar deb jimib qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi: bu odamlar musulmon bo'lib tavba qilib ketdi. Shuning uchunmi men ularni asrlarni taqsim qilmay bir qancha kun saqlagan edim. Endi men ularni ixtiyoriga qo'yib edim. Ular o'zlarining nafsiga hech narsani tan qilmaydi ekan. Shunga yenida asr barlar qaytirib berishga rozi bo'lsa, qaytirib bersin. O'z nisibisini ching tutman deguchilar bo'lsa, asrlarni hozir elchilarga cho'qim qaytirib bersin. Uning o'rniga keyin Alloh bizga g'animat ato qilganda tunji bo'lib shular birga 6 hassa ko'paytib g'animat olsin. Jamoat birda qilib rozi bo'ldik ey Rasululloh deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biz hozir aranglardan kimning rozi bo'lganligini, kimning norozi bo'lganligini bilmaymiz. Shunga hammanglar yotoqlaringlarga qaytib, vakillaringlar fikringlarni yetkizsin dedi. Shuning bilan musulmon avozdan elchilarga bas bilan asoratdagi xotin qiz va bola chaqalarni qaytirib berishdi. Faqat Uyayna ibn Yesni o'ziga tegilib bo'lgan bir qiyri xotinni qaytirib bergili unimay keyinroq qaytirib berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaytish oldida nurg'un turgan asrlarning hammasini Misrda ishlangan birdan kiyim bilan tartiqlab yo'lga soldi. Rasulullohning umra haj qilib Madinaga qaytganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jirondagi taqsimot va asrlarni qaytirish ishlaridan farq bo'lgandan keyin shu yerdan umra hajga ihrom bog'lab haramga kirib umra hajni ado qildi va Makkaga Attab ibn Asid raziyallohu anhuni bosh ma'mur, ya'ni vali qilib tayinlab qo'yib Madinaga qaytdi. U Madinaga shu yili hijriyaning 8-yili Zulqaydaning 24-kuni qaytib kelgan edi. Muhammad Hazzal rahimahulloh mundaq degan: Allah Taalaga ming shukrki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu qitim Makkadan nusrat tojini kiyib, zafar quchib Madinaga qaytib kelishi bilan bu shahar, ya'ni Madina Munavvarga mushningdan 8 yil ilgariga qadam tashrif qilishi to'g'risidagi farq nima degan zo'r ha? Ayni chog'da panohlik izlab g'ayrib musofir surgun bo'lib kelgan edi. Istojlik va yordamga muhtoj edi. Haqiqatan Madina xalqi uni hurmatladi. Yuqori o'rin berib yordam qildi. Uningga nasil qilingan nur, ya'ni Qur'oni Karimga agashdi. Madina xalqi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni deb jami odamlarning dushmanlik qilishiga va jang e'lon qilishiga uchursimu voysimadi. Ayni vaqtda u qechib muhojir bo'lib kelgan chig'ida qizg'in qarshi olgan oq ko'ngil Madina xalqi mana endi uni 8
yildan keyin yana bir qatim qarshi elish oldida turib vaholanki endi uningga Makka bo'ysungan edi. Makka bu qatim o'zining zo'mikar takabburligini va johil tarsoligini cho'rib tashlab, uning oldida bechor holatda qo'l qo'shtirib turib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni o'rnidan dast turg'izib, islom bilan izzatladi va uning o'tmishdagi barliq xatoliklarni va gunohlarni afv qildi. Kimki haqiqatan taqvodorlik qiladigan, sabr qiladigan, yaxshi mukofotga erishadi. Chunki Allah yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi. Qur'oni Karim sura Yusuf 12-sura 90-oyatning bir qismi. Növətdə biz Məkkə fətihisindən keyin əbədləyən qoşun və fidayilar degan məzmundan başlayımız. Məkkə fətihisindən keyin əbədləyən qoşun və fidayilar. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bu qitim to'liq zafar quchib qaytib kelgandan keyin bir mahal Madinada muqim turib elchilarni qabul qildi. Joylarga yerlik ma'murlarni tayinladi. Diniy da'vatchilarni avatdi. Ve Allah Taala'nın diniga kirishdan bosh tortib, arab jamiyatining shu topdagi yuzlanish taqdiriga tan bermayotgan bir qism kishilarni adablash uchun qo'shin tashkilladi va zarbadorlarni yo'lga soldi. Musaddiq, ya'ni mulkiy amaldorlar. Biz yuqorida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Madinaga hijriyaning 8-yili oxirida qaytib kelganligini aytgan edik. Uzoq o'tmay hijriyaning 9-yili Muharramning hilal oyi Madina osmonida jula oldi. Mushu orliqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har qaysi qabillarga musaddiq, ya'ni zakot yig'ish ishlariga mas'ul bo'ldi. Ya'ni ularni avatdi debdi. Bu musaddiqlardan birinchisi Uyayna ibn Hisni raziyallohu anhu Bani Tamim qabilasiga, ikkinchisi Yazid ibn Husayn raziyallohu anhu Bani Aslim G'ifar qabilasiga, Abi Bad ibn Bashir Ashhali raziyallohu anhu Bani Sulaym Muzabba qabilasiga, Rafi ibn Makiz raziyallohu anhu Juhayna qabilasiga qatorliq 16 qabila borki avatildi debdi. Mazkur musaddiqlarning hammasi hijriyaning 9-yili Muharramdala avatilgan bo'lmasdan, balki ularning bir qanchasi shu qabila xalqlari islomni qabul qilgandan keyin ondan avatilgan. Shundaq bu musaddiqlarning hijriyaning 9-yili Muharramdala buncha ko'p joylarga avatilganligi islom davlatining Hudaybiya sulhisidan keyin qanchalik zo'r muvaffaqiyatlarga erishganligini ko'rsatdi. Amaliyotda bo'lsa, Makka fath qilingandan keyin odamlar to'p-to'p bo'lib islomga kirishga boshlangan edi. Avatilgan qo'shinlar har qaysi qabila va aymoqlarga musaddiq, ya'ni zakot yig'uvchi mulk amaldorilar avatilgandek, yarim orol tavalligida umumyuzlik tinchlikni ishga oshirish uchun ba'zi joylarga qurolli qo'shin avatishga to'g'ri keldi. Tuvanda mushu maqsadda avatilgan qo'shin va ilib berilgan lashkar yurishlarning qisqacha jarayonini bayon qilib o'tamiz. Birinchisi Ubayda ibn Hisni al-Farozi qo'shini. 50 otliqdan shakllangan bu qo'shin hijriyaning 9-yili Muharramda, ya'ni Tamim qabilasida jazo yurish qilishga avatildi. Ularning ichida bir muhojir yoki ansori yo'q edi. Sababi Bani Tamim xalqi shu atrofdagi qabilalarni Madinaga qarshi kuch ko'rtgan va ularni jizya, ya'ni g'ayri musulmon fuqarolarga topshirilgan topshirishdan bosh tortishga quturatgan edi. Qo'shin kunduzi yoshirinib, kechasi yo'l yurib, oxir ularga saharda hujum qo'zg'adi. Dushmanlar qechib ketdi. Musulmonlar ulardan 11 er, 21 ayol va beshiga va yeshig'i to'shmagan 30 narsida bolani qo'lga tushirib Madinaga haydab keldi va ularni Ramla binti Haris raziyallohu anhaning qo'rg'osiga o'rlashtirdi.
Ularning keyindan shu qabilaning kattalaridan 10 kishi Madinaga kelib, Udul payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning eshik tubida to'xtadi va "Ey Muhammad, bu yoqqa chiqqin" deb to'lashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning oldiga chiqqanda, ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yepishib olib yalvurg'il turdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular bilan birdan birga bo'lib, peshin namozga kirib ketdi. Namozdan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjidning saynasida o'tiradi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan ba'z munozirlashib, beqish va mushoira aytib, ajdodlarning ish izlari bilan mufahhiraga tushib beqish o'yi borligini aytdi va o'zlarining dongdor notiqi Atrud ibn Hajibni maydonga chiqib nutq so'zladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga qarata islom notiqi Sabit ibni Qays ibni Shimas raziyallohu anhuni buyurib javob nutq so'zlatdi. Ondan ular shoiri Zabarqon ibn Badrini maydonga chiqarib mushoiraga solgan edi. U mufahira she'rlarini o'qidi. Uningga qarata islom shoiri Hassan ibn Sabit raziyallohu anhu maydonga chiqib 100 surani mushoir aytib dalma-dal javob qaytardi. 2 harib va 2 shoir mushoira va mufahiridan to'xtab edi. Ashlarning biri bo'lgan Aqra ibn Habis, ya'ni uning shoiri bizning shoirlarimizdan moyil ekan, uning harbi bizning notiqimizdan so'zman ekan, hamda ularning ovozi bizning ovozimizdan jarangliq ham o'nlik ekan dedi. Onda ular musulmon bo'lishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni nihoyat yaxshi kutib oldi va ularga xotin bolalarini qaytarib berdi. Ikkinchisi Qutba ibn Amir qo'shini. Shu yili safar ida tabaligidan turbiga yaqin joyda o'ltiraqlashgan Xisam qabilasining bir aymog'iga avatildi. Qutba raziyallohu anhu boshchiligidagi qo'shin 20 odamdan tashkillangan bo'lib, har ikkisi birdan to'yga navbatlashib minib mangdi. Qo'shin dushmanga ushtum-tut hujum qilib, ikki taraf keskin elishdi. Natijada har ikki tarafdan xeyli ko'p kishi yordar bo'ldi. Qo'shin amir lashkari Qutba raziyallohu anhu va yana bir qancha kishi shahid bo'lib ketdi. Oxir musulmonlar g'alaba qilib, dushmanning mol, chorva, qiz-xotinlarni g'animat elib Madinaga haydab keldi. Uchinchisi Zahhok ibn Sufyan Klabi qo'shini. Bu qo'shin shu yili Rabiul Avvalda Bani Klab xalqini islomga da'vat qilish uchun avatilgan edi. Bani Klab xalqi da'vatga qoyil bo'lmag'achqa orada urush yuz berdi. Urushda musulmonlar ustunlikni egallab, dushman tarafdan bir odam o'ldi. Alqama ibn Mujazziz Mudallij qo'shini. Bu qo'shin shu yili Rabiul Axarida Alqama raziyallohu anhu boshchiligida 300 odam bilan Jidda dengiz sohiliga avatildi. Sababi Habashlardan bir turkum kishilar Jidda dengizi sohiliga to'planib, Makkaliklarga qarshi qaroqchilik va bulangchilik harakatlari bilan shug'ullanishni planlagan edi. Alqama raziyallohu anhu Jiddaga yetib berib, dengizga ishkirlab kirib bir orolga o'tgan edi. Ular musulmonlarning zarbasidan qo'rqib tarab ketishdi. 5. Ali ibn Abi Talib qo'shini. Mazkur qo'shin mushu yil Rabiul Avvalda Tay qabilasining Qalas nomli butini chiqib etishga avatilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam alni 150 odam 100 to'yga va 50 ot bilan yo'lga soldi. Uningdan bir qora bayroq va bir oq to'q ato qildi. Qo'shin Hatamning mahallasiga yetib berib, tong saharda hujumni boshlabdi. Ular jahon yo'rig'icha Qalas butini chiqib tashlab, nurg'un kishilarni asir elib, qo'y qollarini yig'ib, bir yoqliq qilib bo'lgan edi. Asirlar ichida Adi ibn Hatamning hamshirisi bor edi. Ari ibn Hatam Shamga qochib ketdi. Musulmonlar Qalas butning g'azinasidan 3 dona qilish va 3 dona savutni bayqadi. Ular o'tir yo'lga kelganda o'lja g'animatlarni taqsim qilib bo'lib olishdi. Eshib qolgan qismni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga atab ayrim qo'yishdi. Bu qatorda Amdi ibn Hatamning oila tavobatlarining taqsim
g'animətlərini taqsim qilishmagan edi. Əsrlər Mədinəyə kelgandan keyin Adi ibn Hatamning hamshirasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yalvarib bundaq dedi: "Ey Rasululloh, murabbim yo'qab ketdi. Ota-onamdan ayrilib qoldim. Men bir yashnab qolgan miskin ayolman. Menga yaxshilik qilsizlar, Alloh o'zlariga yaxshilik qilar." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Mening murabbim kim edi?" deb so'rab edi. O ayol: "Adi ibn Hatam" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Allah va Allohning payg'ambaridan qochgan Addi" dedi-de o'z ishiga ravon bo'ldi. Atsi yana yiliq ayol oldingi kundakla yalvardi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'xshash javob qaytardi. 3-kuni o ayol yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, oldingi kundagi so'zni takrorladi. Shundan bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni ihson qilib qo'yibdi. Shu vaqtda uning yonida turgan bir er kishi u Aldi raziyallohu anhu edi deguchilar bor. Yiliq ayolga Rasulullohdan uloq so'ramamsan debedi. O ayol payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga "Menga uloq bersizlar" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga bir to'yga buyurdi. Adning hamshirasi Madinadan chiqib Udul Shamga, yana qeyrindishi Adi ibn Hatamning yiniga bordi. U qeyrindishiga Rasululloh "Atang qilmagan ishni qildi. Şoňa sen mayli rag'bating bo'lsin va yoki bo'lmasin, uning huzuriga borgin" dedi. Şoň bilan ari hech qanday panohliqi yoki ommonlik ahdisi bo'lmagan ahvolda yo'lga chiqib Madinaga keldi va Udulloh payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning eshik tubi to'xtadi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldida yukilinib o'ltirib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh hamd sana aytib: "Nima deb qochding? La ilaha illalloh deyishdan qochdingmi? Bir Allohdan boshqa ilohning borligini bilamsan ya?" deb so'radi. Addi "Yo'q" deb javob berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hazo gap qilgandan keyin yana "Alloh akbar" deyilganga qochamsan yoki Allohdinmi ulug' bir ilohni bilamsan dedi. Ari "Yo'q" deb javob berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Yahudilar Allohning g'azabiga uchraganlardir. Nasarlar ozg'un millatdir" degan edi. Ari "Men haqiqatan yoqlug'uchi musulmondurman" dedi. O chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning chiroyi xushalligidan jilvalandi va uni ansarlardan bir kishining uyiga o'rlashtirdi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan at oqshom ko'rishib turdi. İbn İshaq rahimahullohning Adi ibn Hatam kechirsizlar. Hatam raziyallohu anhudan naql qilgan bir hadisida mundaq deyilgan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni uyiga boshlab kirib, oldida o'ltirg'izib mundaq degan: "So'zligin, ey Adi ibn Hatam, sen rukusi degani miyada xristian sabiyat dillarining qoldig'i bo'lib, ularning o'z oldiga qoida nizomlari bor deyilibdi. Emasmiding? Men ha, shundaq edim deb javob berdim. U sen xalqning orasida mirboyi, yana g'animatning 4/1 ayirib bilish huquqiga ega emasmiding deb so'radi. Men ha, shundaq edi deb desam, u sening diningda ashundaq qilish harom edi-ku dedi. Men azbirayquda shundaq edi dedim. Va u cho'qim barhaq payg'ambar ekan. Payg'ambardan boshqa kishi uqmaydiganni biladi ekan deb jazm qildim. İmam Ahmad rahimahullah Adi ibn Hatam raziyallohu anhudan bayon qilgan bir rivoyatida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Adiga: "Ey Adi, musulmon bo'lgin, omon bo'lasan" degan. Adi "Men dindorman" deb javob bergan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Sening diningni men seningdan obdaroq bilaman" degan. U "Mening dinimni meningdan obdaroq bilamsan" deb so'raganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Ha, sen rukusi emasmi? Sen xalqning orasida mirboyi yavolisan emasmi?" degan. Ari "Ha, shundaq" deganda u "Shundaq qilish sening diningda qat'iy halol bo'lmaydi-ku" degan. Ari mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga shu gaplarni qilib edi, men uningga qayta gap qilmay rozi bo'lib o'tirdim. İmam Buxoriy rahimahullah Ari ibn Hatam raziyallohu anhudan naql keltirilgan hadisda mundaq deyilgan: Bir chaqda biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurida edik. Bir kishi kelib uningga namratlikdan datlandi. Orqadan yana bir kishi kelib
yo'lning xavfli ekanligini, qaroqchi bulongchilarning xavfidan shikoyat qildi. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga: "Ey Adi, sen Hira degan shaharni ko'rganmi? Agar umring yar bersa, yolg'iz bir ayolning Hiradan yo'lga chiqib, Baytullohni tavob qilib qaytganligini ko'rsan. U Allohdan boshqa hech kishidan qo'rqmaydi. Yana umring bo'lsa, Kisra Iran xonadonligining xazina va dapinalaridan fathi, ya'ni ishg'ol qilasan. Ey Adi, umring bo'lsa, yana shuni ko'rsanki, bir odam sadaqa uchun qo'liga liq oltin kumush to'shqizib chiqib, uni qabul qiladigan odamni izlaydi. Hatto topolmaydi", dedi. Hadisning oxirida Ali raziyallohu anhu mundaq degan: "Men heliqi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar qilgan musofir xotinning Hiradan, hatto uningdanmi yiroq aldin yolg'iz yo'lga chiqib, Baytullohni tavob qilib qaytganligini, Allohdan o'zga hech kishidan ansirmay qolganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Kisra ibn Hormuz İran xonining xazina qulublarini chaqqanlarning ichida men bor edim. Hamda Alloh xolasa payg'ambarimiz aytgan kishi qo'liga liq oltinni sadaqa uchun elib chiqadi degan so'z deyilganlarni sizlarning umringlar yar bersa ko'rarsizlar." Xo'sh, sevimli qarindoshlarim, Şerin o'qitishni mushada to'xtatay. Davomiga yana davomli diqqat bergaysizlar. Keyingi sonda biz Tabuk jengi degan mazmundan boshlab Şerin davomlashtiramiz. Rahmat hammanglarning diqqat berganiga. Allohga omonat.